Ona va bolani dalada og'ir mehnat qilayotganini ko'rib to'xtab qoldim. Yoniga bordim, so'radim. Assalomu alaykum, hormanglar, yaxshimisiz opa? Charchamayapsizlarmi? Ayolning ismi Zamira ekan. Har kuni ishlamasa turmush o'rtog'i dorisiz qoladi. U ayol esa har kuni dalada yoki birovning uyida xizmat qiladi. Bir kunlik ishlagan 80 ming pulimizni 60 mingga dori olamiz. Odamlarga o'xshab go'sht yeganimiz yo'q, issiq ovqat ko'rganimiz yo'q. Bola esa yosh, ammo hayotini erta ulg'aytirgan. Maktabdan chiqishi bilan onasining yoniga yuguradi. Alloh uni eshittiribdi. Ularning dardini eshitib ko'zlarimga yosh keldi, hattoki uy sotuvga chiqib ketgan ekan. Ularning uyiga bordim, ko'z oldimda qaltirab yotgan bir ota o'rnidan tura olmaydi. O'g'limning otalik qilolmadi. Xotinga erlik qilolmadi. Men ko'chada qolsam ham, masjidlarda yashasam ham, birovlarning kapasida yashasam ham, menga shu suyangan tog'im sog'ayib ketsa bo'ldi. 3 yil avval u musofirchilikda yiqilgan, shundan beri to'shakda yotadi. Akaning hujjatlarini Hindistonga yubordik. Shifokorlar aytishdi, 95% tuzalish umid bor, faqat operatsiya uchun 20 ming dollar kerak edi. Ey yaxshilik izlayotgan inson, hozir sizning bir harakatingiz bir oilani hayotini saqlab qolishi mumkin. Ihson qiling, videoni storiyangizga joylang, tarqating, like bosing, izohlarda shifo tilang. Agar shu ishlarni qilsak, inshaalloh bir bolani yetimlikdan qutqarib jannat sari zaxira yiqqan bo'lamiz. Alloh rozi bo'lsin.